Assalomu alaykum. Sizlar bilan sayyoh bola. Bugun kuzatuv cho'qqisi bilan Uchtosh cho'qqisini zabt etishga harakat qilib ko'ramiz. Soat 8:30, 8:30. Uchtoshga ko'z yetmayapti, lekin xudo xolisa kuzatuv, ya'ni obzorniy cho'qqisini albatta zabt etamiz. Mana bugungi manzara. 4 kishi kelganmiz. 7:15larda Toshkentdan yo'lga chiqdik. Lokatsiyalarni tashlab qo'yaman. Xullas, o'rtoqlar, bu yerga chiqish lokatsiyasi 3-4 ta bor edi. Men bittasini tanlagandim. O'rtachasi ekan. Undan ham yaxshisini topib qo'ydim. Mana bitta bir mashina masjidga kelar ekan. Yangi qurilgan yo'l ekan bu. Agar aniq qilsa, bu yoqdan ham ketsa bo'ladi mashina dalish. Lekin mana hozirgi manzaramiz. Mana bu yoqga ham dalish ketsa bo'ladi mashina. Unaqa qiyin emas bu yo'li, lekin hozir biz уже 300 metr ko'tarildik почти и 40 metrcha yo'l yurdik. Mashinada kelsa agar juda ham yaxshi vaqtdan yutiladi. Bu yoqni ham lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Biz yurishni davom etamiz. Bitta konteynerlar bor ekan. Yonidan o'tib ketamiz. Dalish ketamiz. Juda ham oson hozircha. Nima desa bo'ladi bilmadim. Agar mashina bilan men aytgan joygacha kelsanglar, даже bilinmaydi ham. Bu hozircha-da, lekin hali oldinda nima kutayapti bilmaymiz. Lekin hozircha easy. Даже Ro'za hamma, net hamma emas, bolalar o'zi. Bu brat bilan Ro'za emasman. Chunki nagruska juda ham ko'p, tanamda energiya yo'q. Juma kuni kechqurun Namangan ketib, kechqurun Toshkentga qaytib, bir soat uxlab, turib, tayyorlanib chiqib keldim. To'g'risi, tanamda energiya umuman yo'q. Shuning uchun bugun progul bo'ladi ro'zada. Yo. Cho'ponlarning joyiga bitta qo'ylarga quruq qilib, asli qo'ylarni solib qo'yishadi. Cho'ponlarga mana lekin qisam qilishmaydi mana shunaqa joylarni bor. Bemalol chiqib ketaverishadi. Почти 1850 metrdamiz. Soat 9. Bir soatdan ozgina ko'proq yo'l yurdik. Xudo xohlasa yarim yo'ldamiz. Narsalarning qulaylik tarafi bormi desanglar, mana. Sirpanchiq uklon joyda ketgan. Easy. Obzorniyga kelib qoldik. Oz qoldi. Короче, tog'ga chiqishda ob-havo juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mana ular bizdan oldin chiqqanlar qorunda yumshoq bo'lgan, muzlamagan bo'lgan. Bilasizlar-ku, qorga kirib ketib, tizzagacha, belgacha qorga botib yo'l ochish juda ham qiyin. Mana shunaqa boshib ketishganda ular. Вот biz qor ustida easy. Без нагрузки просто yurib ketamiz-da. Shunga qaramasdan juda ham kechga qolib ketdik. Uni 15 soat. Obzorniygacha hali 1 soatlik yo'l bor.
Biz 3 toshni ham zab etishimiz kerak hali. Amalli emas. Mana bosilmagan joydan ham daji bemalol yursanglar bo'ladi. Sayoq bola, с вами. O'tgan hafta kelganlar, to'ys bizdan oldi. Mabodo bu kontentni ko'rsanglar sizlar aniq meni qarg'aysizlar. Chunki men bilan sizlar juda ham qiynalib o'tganinglarni bilaman, juda ham. Lekin biz mana Ну, как сказать, просто кайф. Да. Банд qaranglar. Qanaqa chiroyli. Ey-moyo. Bitta snowboard bo'lsa, mana shu yerda. Ketadi-yu. Let's go. Agar bugun 3 ta cho'qini zab etib olsam, to'ys 4 ta bo'ladi. Обзорный Little Sisters. 3 tosh. Yana bittasi bor-da, короче. Bu lekin 3000 qanchadir metr. Uni zab etishga ko'zim yozib tursin, aqlim ham yetmaydi. Lekin zab etib qo'ysam uni, vau! Ketu. Nazarimda bugun 3 toshni olamiz. Chunki 10.5 bo'lmay kelib qoldik. То есть 11 bo'lmay, почти уже 10.5 bo'ldi. Lekin qaytishimiz qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Hozir ketish mana. Qor ustida maza qilib ketamiz. Lekin qaytishda agar bu eriydigan bo'lsa, masaladan ekan, daraxt tagida ekan, uxlab qolgan yaxshiroq bo'ladi-da qaytgandan ko'ra. Sayoq bola. Let's go. Ana oldinda hech kim yo'q. O'tgan hafta kelganlaringizni. Yaxshi ham shular bor ekan. Sizga qarab yurib ketyapman. Bo'lmasa uni telefonga qarab urish kerak bo'ladi-da kartaga. Avot mana bu bo'lsa, chalg'imasdan dam olib ketaveramiz. O'tgan hafta kelganlar lekin men g'azada kelayotganmiz menga. Yaxshi. Mana bitta savol o'ylantiryapti. Nega? Chiqqanlar bitta sirpanishman, ya? Men даже hozir sirpangim kelyapti. Как? Hamda qorayapti lekin. Izlarni yopib tashlabdi. Folk o'ynayapti. Atak solo chiqisham yaxshi ekan. Mash funk qo'yib olasizda ketaverasiz. Let's go. Bir jinnilik tutib turadi. Wow.
Uddaladik. Taassurotli bomba. Charchash bunaqa ko'p emas. Hozirgina charchadim, to'g'risini aytaman. Oh my love. Наконец-то покорил тебя тоже, да? Красотка. Bilmaydi, bilasan. Qanaqa chiroyliligini. Biling, обязательно shu muzikani qo'yib yuboraman, boru. Prям energiya berar ekan. Gaz endi men bunga. O'zi o'ynash yomon ko'raman, lekin men bu cho'ta yomon beryapti, boru. Oyoqlarim. Mana shu oyog'imga rahim kelyapti, boru. 3 kundan beri chunki gaz tormoz qilib yuradi bechara. Qiynalib ketdim. Endi dalchi bosamiz. Mana. Esta borlarga kelishdi. Короче, hatta maza qilib surpab tushdim. Lekin videoga olish esta yo'q. Dalchi bo'lish ketdi. Ya rostini aytinglar, chiroyli joylar. To'g'ri qiyin. Juda ham qiyin, oson emas. Lekin stoyt. Bala обязательно shu fon qo'yaman YouTube'ga boru. Instagram maslahat beraman shu fon eshitib ketishi. Bilintirmaskan nagruzkani, o'ynab ketaverasizlar. Qiyaligini ko'rasizlar. Da. Lekin men juda ham chiqish qaraylar, chiqish ko'rsataman. O'tib ketdik, yana bitta qo'lni qo'yamiz, ketdik yana oyog'i. Ketdi, hop. Mana. Bitta xato qimmat ko'chadi. Mana. Ko'rasizlar surpanishni? Shunaqa menga pofik. Chunki odamlar uyda ham даже iPhone qo'l bilan tutsa, agar bitta tushib ketsa bor mana, tasavvur qilishinglar uchun. Qat'iqdir shuni tutsa, tasavvur qilinglar, mashga tushdi. Xayr iPhone. Achkina qaranglar. Mana qilsam? Kasalmi bu? O'tir.
O'zingni pulingga olmagansan demanglar, o'zimni halol pulimga olganman. Hay. Hali yuramiz. Obzorni izab etilganiga 1 soatdan o'tdi. 1 soat u 20 minut bo'ldi. Little Sistersga kelib qoldim. Xudosimdan keyin nomsiz cho'qqa, keyin Uchtosh. Lekin men bu qori qaraylar. Men bu qizil nur ekan. Mashinaga chiqmoqchi edim bugun. Lekin juda ham uzoq ekan. Kechga qolib ketaman deb juda ham. Yoz bo'lganda ham chiqsa bo'lardi. Lekin hozir qishda. Qishda deymiz-ku, lekin qishda juda ham nima desa bo'ladi? Chiqish maza. Yozdan ko'ra deb o'ylayapman. Chunki yozda chiqmaganman. Gap ochig'i, lekin qishda menga juda ham yoqadi. Chunki havo zo'r. Вот, прям kayfda. Isib ketmaydi odam. Yurib tursa sovib qolmaydi. Mana bunaqa manzaralar. Agar qormamnaqa bo'lsa juda ham вообще alishtirmasdim bor-ku yozga tog'larni. Hamma joy oppoq. Qor qaraylar, sirpanish mumkin, sirpanish. Самое главное это. Soat 12:00. Расмар. Ko'rinarmikin? 2400 metr balandlikdamiz. Yana bizni 20 metr balandlikka ko'tarilsak, Little Sisterga boramiz. Voy, qaraylar. Little Sister. Cho'qsa. Kelaman chiqishga. Tablichkasi yo'q deb o'ylayapman chunki. Chiqsam bo'lmasa asab buziladi. Atak hozir 2500 daman. 2521. 21 metr balandlikka chiqsam bo'ldi. Chiqaman. Nima ketdi? Chiqamiz. Mana lekin qizil nur. Zo'r cho'q ekan. Вот, явный ko'rgan eng baland cho'qqim shu. 3000 qanchadir. Ta'sir fazi bo'ladi. Lekin bu blog ham qo'yilmaydi. Qaytib tog'ga chiqilmaydi. Agar tirik qolsa ekan ishni. Buni tirik qolmasa ham chiqilmaydi qaytib. Shu bilan ketadi. Eng baland cho'qqiga qarab. Da. Mana bu qaranglar, chiroyli. To'g'risini aytaman, kamerani yaqinlashtirishini, funksiyasini yaxshi ishlamagan ekan. Umuman yoqmadi menga. O'zi tiniq, o'zi chiroyli, udobni, olish rakursi yaxshi, faqat shu yaqinlashtirish. Nega yo'q yaqinlashtirish? Charchoq yo'q. Soat 12:30. Mana orqamda Little Sister cho'qqisi qolib ketdi. Xudo xohlasa endi Uchtoshga qarab yo'l olamiz. Let's go. Zo'r narsa topib qoldim men, короче. Wow. Nimadir chiqib ketdim. Bismillah. Ko'rmabdi. Yaxshi suramiz bu. Xudoyim. Ya nima bo'lishi mumkin? Nimadir inimi? Ya просто mana
Hamma joy oppoq, mana tekis joy. Bitta tuk yamib qolmaydi-yu. Yoki kimdir yurganini sezmadim. Osmondan tushib bitta oyoq qo'yib, yana uchib ketmaydi. Nima bo'lishi mumkin? Men o'ylayman, nimanidir ini. Naqa desam, izi yo'q. Вот, bilmayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Topaman. Вот. Nechimiz zapasan? Izi. Basram. Bulkam nimadir izi. Yangi. Qor ko'mib qo'yibdi-da. Mana. Abdironga. Yo'q. Bizda ozgina bor. Dalish yo'q shunaqa. Allah. Chiroyli. Shuni işte sakrasangiz boru. Maşallah brat. O'rtoqlar adashimman. Bu Little Sister emaskan. Bu bundan ham sal balandroq ekan. Lekin bilmadim nega. Little Sister men turgan joy mana shu. Kartada ham ashit ko'rsatishyapti. Ko'rsatyapti do'st karta. Screenshot oldim. Zaman turganim. Lekin men buni qarayman. Gora? Ayak sürkesi ne takırla dostan. Gittik. Nomsuz çok ki. Bu maşın nomsuz çok. Bu maşın çirolli ekan bu. O ne? Aşık kılasa korku gittim. Mana nomsuz çok qarayli. Asal. Yo'q, ketdi. Tepasiga chiqsam, biram jarlik bo'lmasa bo'ldi. Jarlik bo'lsa, yomonda yana qayta orqadan yo'rqitish kerak bo'ladi. Shukr. Nima bu? Simoli bitta o'zimman-da. Qo'rqaman, to'g'risi. Hop, birinchi qo'rquv nima qanaqadir hayvon ini bo'lmasin bu. Chunki uni ko'ziga ko'rinmaydi-da, agar liboy hayvonni ham, liboy hayvonni ham uyiga kelib qolsa, kimdir odam kelib qolsa, tashlanadi 100%. Hech qachon anaqa qilmaydi, tashlanadi 100%. U qorni to'qmi, yegisi kelmayaptimi, ro'zadormi farqi yo'q. Tashlanadi, uyga keldimi bo'ldi. Eng katta qo'rquvim shu. Qaysidir hayvonni ini bo'lib qolmasin deyapman. Bu ikkinchi qo'rquv mana. Mana ichi pustata-da, hozir men bu yerda yurishim kerak. Agar men tagi pustata bo'lsa, shub kirib ketaman. O'zinglar ko'rasizlar, kamida bir 2-3 metr bor. Yolg'iz chiqishi, yolg'iz yurishi eng katta xavflardan bittasi shu. Mana shunaqa temalar bo'ladi. Ham qurish kerak. Shuna pastiga ketadi.
O timerni o'chiraman, tezroq yurib olishga harakat qilaman. Bismillah. Teshik. Qo'ymamni qaranglar. Mana shunday qo'rqib shu ketsa. Ketdi-da. Sayyoh bola. Mashta. Bismillah. Nima edi? La havla va quvvata illa billah. Bismillah deb qo'ydi. Bismillah. Voh. Kanimda jarli ekan. Qarichi bor-ku. Mamlaqa yurib ketish kerak ekan. Hatta ketib ko'ramiz. Sirpan. Yaxshi. Xo'l eganda ham bor. Ishtonni xo'l qilib qo'yapti. Bunaqa xo'l qorda agar запасной bryuk bo'lmasa, umuman sirpanmaylar ham, o'tirmaylar ham unaqa qorda. Yoki shunaqa ana xo'l qordek ko'pchilik yugurib tushadi-da. Mana tasavvurni yugurib tushyapsiz-da. Bitta oyoq qo'yganingizda kirib ketdi ichkariga. Mana bu yerda tosh bor. Endi yugurayotgan odam oldinga ancha skorostda boradi-yu, birdan to'xtab olish iloji yo'q. Oyog'ingiz kirib qolgan, oyoq qolib ketadi-da. Kolenya ketadi. Travma. Keyin FVV chaqirishga to'g'ri keladi. Vertolyot. Men ham oldin shunaqa deyishadi, va qashincha derdim. Короче, ama tikonni qarang. Tipra tikonga o'xshar ekan. Zo'ra? Oy. Uy, blin, yomon kirar ekan. Hop. Bunisi qurib qolibdi. Tikon? İçini koyarız mı? Bismillah. Samol, yomon bo'ldi. Короче. Uch-tosh. Menimcha bu nomsiz cho'qqa buni zab etaman. To'g'ri bosh og'riyapti. Men o'ylayman qizil nura mana deb o'ylayman-da. Bunisi bor-ku, bu uchtasiga, uchta cho'qiga atab bitta qilib uch tosh deb anaqa qorishgan deb o'ylayman. Chunki mana qaranglar, bu bilan bu pashti bir xilda balandligi. Qizil nuri 3000 чем-то-da, короче. Razницasi ancha bo'lishi kerak. Chunki 300 metr, 400 metr-ku. Bilmayman, bu yerda nimagadir nafas olishim sal qiyinlashib, hansirab qolganman. Pastda yaxshi edi. Bo'lmasa hozir turdim. Hozir nafas rosa olib endi turdim. Ладно, ketdi. Assalamu alaikum, мои подписчики. О. Kimi dengiz sathidan 2750 metr balandlikda, ha? Mana bu ko'rib turganinglar. Hozir. Mana bu ko'rib turganinglar
Uchtosh cho'qqisi 2845 metr adashmasam. O'shani zabt etishga kelganman. Xudo xolisa ozgina qoldi. Soat 8:30 da chiqishni boshlaganman. 13:40. Shunda bizada 2 soat, 3 soat. 5 soat vaqt ketibdi. Masjidgacha kelishimgacha. Xudo xolisa yaxshi hammasi. Shamol borligigami yoki bilmadim nimaga nafas olish sal qiyinlashyapti. Lekin hammasi zo'r. Let's go. Orqaga qaytishga. Hali ko'p o'tgani yo'q, hali o'sha joy yaqinroqdaman. Mana aytayotgan cho'qqa. Solo chiqishda, to есть, ya'ni yolg'iz chiqishda plus tomonlari bor ekan, lekin juda ham ko'p minus tomonlari bor ekan. Eng katta minuslardan biri qo'rquv. Qo'rquv baland bo'lar ekan. Men solo emasman. Serialarim bor, lekin juda ham uzoqdaman. Ancha qolib ketishgan. Bilmayman qancha qolib ketishganlar. Ko'rinishmayapti anchadan beri. Balki orqaga qaytib borishgandir. Unaqa deb umid qilmayman. Xullas, qo'rquv. Eng katta qo'rquv bo'l, misol uchun. Xudo ko'rsatmasin, masjidda oyog'ingizni qayrib olsangiz, bo'ldi, ketdingiz, nima qila olasiz? Qayrilgan oyoq bilan hech qayerga bora olmaysiz. Svязь yo'q. Baqirsangiz ham, dadajon desangiz ham, oyijon desangiz ham hech kim eshitmaydi sizni. Ikkinchi qo'rquv. Yo'q, tabiat bu aytganimdek bo'ldi. Pichoq ko'rsatish mumkin emas. Xullas, pichoqlar bilan yuryapman. Chunki bu yerda turklarning izi bor. Ko'rmagan, bilmagan, bunaqa hodisaga tushmagan odamga prikolni tuyulishi mumkin, smeshno bo'lishi mumkin. Kulgili bo'lishi mumkin. Lekin tavsiya qilaman sizlarni. Shunaqa holatda yurishga. Albatta yolg'iz. Yolg'iz yurish kerak. Nimalardir bo'lsa mana yuraveraman, farqi yo'q. Oyoqqa oltirsa ham. Nima qildirgina-da. Ayiq menga tashlanmaydi. Agar yonimda sal semizroq odam bo'lsa. O'zimni shunaqa qilib gapiray, chalg'itib, aldab olib ketyapman. Tablichka ko'rinyapti, lekin juda ham kichkina. Mana shu cho'pdek ko'rinyapti-da. Ollaymiz. Bunaqa baland joyga qishda ko'pchilik chiqmaydi. Menimcha bir 90% odam chiqmaydi. Sat qo'lim keldi deyver. Ishto shu qisiz abatildi. Lekin shamol juda ham kuchli, bilmayman. Qor bosib qolgan yoki shamol uchirib ketgan. Xullas bilmayman. Nima ahvolda bu ham? Ana abdular bukilib ketgan. Bu boshqa cho'qqa desam, yo'q, unaqa emas. Chunki kartada ko'rdim, Uchtoshda turibman. Balandligim ham xuddi shunaqa, bir xil. Havo juda ham sovuq. Shamol kuchli bo'lganiga nafas olish qiyin bo'lyapti. Yuzga urib tashyapti shamol. Mana bilmayman, shamol uchirib tashlaganmi? Let's go! Sayoq, bola! Charchada. Adashmasam bu bilan 3 yoki 4-chi cho'qqi. Ishto men chiqqanimda sinagi yo'liga. Lekin mana bu shamol bo'lgani bu ikkinchisi. Birinchisi bu Big Pioneerskida bo'lgan. Yaxshigina shamol. Lekin bunchalik emas u ham. Qor muzlaganning hisobiga yaxshi bo'ron bo'lmayapti, Xudoga shukr. Prosta quyosh bor, shamol juda ham kuchli. Yuzga urib tashlayapti basharaga. Let's go! Uchtosh zab etildi.
3 ta jo'qi bugun ham. Bugun 3 ta jo'qi. 4-chiga ham bos so'rardim u. Ozgina kech qoldim-da. Atak 4-chiga chiqolmasdim. Onasini esa degan u. Znak yo'liga yomon bo'ldi, lekin men o'rganib qo'yaman. Znak uchun chiqaverib. O'zim aldab qo'yaman. Znak uchun chiqmaysan-ku o'zi. Ha? Вот qizig'i, bugun artriksimni yuvib qo'ydim-da, kecha kechqurun короче. Qurtdim bir amallab, cho'tchi qilib tayyorlab qo'ydim-da, ertalab olaman-da, o'shani borib maza qilib hozir kiyib yurardim. Mashinada ochiq turardi, kayf bo'lardi. Faqat hozir sharf-marf qilib tanlaymiz bunda ham. Ko'rganda ko'rishguncha, hammaga rahmat. Ay, net, hali tushish jarayoni bor. Oh, my подписчики. Dengiz satida 2845 metr balandlik. 45. İşte chiqish bu yo'lga. Hammaga emas bo'laman, menimcha chiqish ham bo'lishi ham kerak. Bu bo'lib kelishdi. Вообще молодец. Вот. Bolalar fotosessiyani boshlashdi. Angliz pastga yo'l oldim. Va sharfimni rosa olib chiqqanman, lekin hech ishlatmagandim. Foydasi tegarimkin deb yurardim, вот deydi, xudoga shukr. Nima ekan? Bo'ron bor. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sayyoh bola. Bugun kuzatuvchi o'qisi bilan Uchtosh cho'qqisini zabt etishga harakat qilib boramiz. Soat 8:30, 8:30. Uchtoshga ko'z yetmayapti, lekin xudo xolisa kuzatuv, ya'ni obzorniy cho'qqisini albatta zabt etamiz. Mana bugungi manzara. 4 kishi kelganmiz. 7:15larda Toshkentdan yo'lga chiqdik. Lokatsiyalarni tashlab qo'yaman. Shu zo'rga topdi. Mashtan asosiy lavinalar, qor ko'chkilari mashtan bo'ladi. Yer qimirlaganda mana shu qor uyumi qo'yib yuboradi tog'. Qo'yib yuborganda mana mashtan ketadi-da. Mana shunaqasidan oqim bo'lib suzib ketadi. Va biz hozir aynan lavina bo'ladigan joyda ga o'xshab o'tiribmiz. Balodan qo'rqmasdan. Lekin bizning maqsad maqtan sirpanish ketdik. Qani bismillah. Yaxshi. Ha, tushish oson, tushish maza. Emotsiyaligi boy bo'ladi. Xayolda hech nima bo'lmaydi, charchoqlar yo'q. Lekin video kam bo'ladi deb tushishdi. Bo'ldi. Baxillarni qo'ydim. Hozir endi sirpanamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi.
Tak, uncha maza qilmayapman. O, mapdan tashib hozir. Yoninglar. Pulim bilan o'ynashmoqmiz, o'g'ri. Necha ketdikmi? Bismillahirrohmanirrohim. Oha! Yo-mayo. Nut. Bu sal boshqa gap bo'ldi. Lekin hozir bu sirpanmagan joydan tushdim-ku. Mendan keyin sirpanganlar maza qilishadi. Gang. Bitta o'zi tushish uncha qiziq emas ekan. Chunki mana hamma qilib yo'l qilib beraman-da. Sirpanish uchun zo'r yo'l bo'ladi-da. Lekin tushishga hech kim yo'q. Ana bolalar orqamdagi bolalar uncha sirpanishga anaqa emas ekan. Короче, uncha sirpanmas ekan ular. Yo'qmadimi, bilmadim. Sayyohlar bo'lganda 40 ta bolani 41 tasi mashdan sirpangan bo'lardi. Prям shu baqir-saqir bo'lib ketardi. Yo'q, hech kim sirpanmasligi uchun men ham uncha sirpangim kelmadi. Chunki bilasizlar-ku, birinchidagi odam uncha maza qilib sirpana olmaydi. A вот orqadagi odamlar yaxshi sirpanadi. Что bo'sha birinchidagi odam yo'l ochib bergani uchun. Yo'l ochib bergani bilan hech kim sirpanmasin. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Muzni qaranglar. Mashdan sirpansa zo'r bo'ladi. Qaytamiz o'zi. Ashchoqadan tushib ketdi. 1,5 soat. Jam tepa yog'och ham oladi. Buni videoda ko'rdinglar. Просто manzarada oldida bitta video olgim keldi. Sirpanish uchun yo'llar qo'yganman. Shu o'rtadan bitta kelasizlar. Bitta shu. Shu cho'qqini zap etganimga ashdan turib ko'rib ishonmayman, to'g'risi. Juda ham baland ko'rinadi chunki. Qora odam cho'qqin qarang. Lavina, ya'ni qor ko'chkisi bo'lgan joy. Qarasizlar, mana qor tushib ketadi-da, o'yin bo'lib jarga. Shunda hozir lavina bo'lgan joydan ketyapman. Endi bu yoqda lavina bo'lgan joyda lavina bo'lishi ehtimoli kam. Chunki mana qorlar hamma qilib qotib qoladi-da, to'ppi bo'lib. Lekin Xudo ko'rsatmasa shunaqa lavinaga tushib qolsanglar. Даже o'ylasham qo'rqinchli narsa. O'limda 90%. Agar lavinaning ustida bo'lsanglar, o'zinglarni yo'qotib qo'ymasanglar, короче. O'zinglarni ushlab tura olsanglar, lavinaning ustida bo'lgan paytda, ustida. O'shanda qutib qolishinglar mumkin. Ichida bo'lsanglar, Pablo Escobar bo'lsanglar ham foydasi yo'q. Xudo xohlasa agar tirik qolishinglar mumkin, endi bir mingtadan bitta bo'lsa kerak. Bilmadim. Qaranglar.
O'rmonlarning chiroyliligini. Ey Alloh, mashalloh. Shunga aytaman-da, sayohat qiling deb. Men yo'limni yo'qotdim, to'g'risi. Doim qasam ichaman. Qo'y, o'zim chiqqan yo'ldan tushaman deyman, lekin yana shunday kesib o'taman hozir deymanda. Zalli. Men planim bo'yicha shunday kesib o'tsam, mana biz chiqib ketgan yo'l chiqish kerak edi. Lekin u yo'l mana degan. Hozir bundan tushib chiqish kerak. Yoki bundan bundoq qilib ketish kerak. Yo'ldan ketamiz, tinchgina. Atak bor. Mana orqadagi bolalar menga ishonib yo'ldan kela olmagan bo'lsa bo'ldi. Endi hali ham tushunibdi. Vo'la u mana. Bular ana ikkitasi. Shuncha yo'l bor. Qaysardaman, qaysar. Qarmashdan yuradigan bo'ldi. La havla va quvvata illa billah. Bismillah. Ey Alloh. Telefon bez chexov. Shunda qo'limdan tutsa bo'ldi, все, topolmayman. 100 ustalik. Qo'limda perchatka, sirpanadi telefon. Farqi yo'q. Addushi. Qaraylik. Mana yurib ketamizmi? Nima bundan? Ha? Pastana, конечно. Pastanmi? Yo'lni yo'qotmasam bo'ldi-da. Nazarimda shu yana ishdan chiqib ketganmiz. Yo'qqa chiqib ketganmiz. Ketdi endimi? Ana kay. Ana. Shularni ko'rib ketaman-da men. Qaysar. Nikim o'zi sayoq bola emas. Qaysar bola qo'yishim kerak. Uni sen. Ya yo'lni topdi. Har chiqishim kerak ekan uni yerga. Nice. Mashinaga borib, pechkaga qo'yib, kiyimlarni almashtirib olib, qo'yamiz. Mana konteyner ko'rsatuvdim eslasanglar. Mana ketdik. Aslida mana kelish kerak ekan mana. Mana shuni qo'shilib ketsanglar. Yo'l ko'p yurilmaydi. Yo'ldan borsanglar, mana bunaqa yo'l, iloji yo'llari ko'pda. Ko'p bo'lib ketar ekan. Bu yo'ldan oson. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Xudoga shukr, mana soat 6 da tushib oldim. Tushib oldik. Bolalar yana 2 kishi qolgan. Ular juda ham sekin tushyapti. Menimcha 8-9 da yo'qolib ketishadi. Taassurotlar zo'r. Xudoga shukr, 3 ta cho'qqini, prям bitta nerealniy cho'qqini zap etganimdan juda ham xursandman. Ketgan vaqtimga achinmayapman. Ketgan quvvatimga, energiyamga ham achinmayapman. To'g'risi hozir juda ham charchaganman. Как aytganimdek, kecha umuman uxlamaganman, rulda bo'lganman bugun 2 kun. Yana nima? Kстати, kameramni pamyati to'ldi уже. Kamerani pamyati to'ldi уже. Вот, mana shu oxirgi videom bo'lishi mumkin, chunki 3 minutlik zapasi bor edi, уже 1 minut tugadi. Hammaga rahmat ko'rib kuzatganinglar uchun. Bu gal unchalik qiziq kontent bo'lmagan bo'lsa ham, xudo xohlasa keyingilarida zo'r bo'ladi. Va to'g'ri charchaganman. Yaxshisi oxirgi videoni uyga borib yozaman.
Mana. Tungi tog'lar. Aytganimdek, men odam ko'zidek hech qaysi kamera yetkazib bera olmaydi. Любой, прям. Ya baqirmayman. Hatto it bor ekanda. Itdan qochib o'zi aniq qildim. Men bitta zo'ro bo'lsa, men bitta yuraman. Itdan qochib. Yomon katta ekanda. Пока-пока. Люблю вас.